Bugünkü ıslahı hürmetlik vatandaş. 2021 yıl 6. ayının 4. günü. Liksiyalarımız davamlaştırmaz hürmetlik vatandaşım. Yukarıdığımızı da Xitay tergibatı yak. 6. Bu nazari yüksekliği tamamen kötüreleydi yani. Xitaylarning ailevi inaqliqni buzmoqchi bo'lganligi Uyg'ur jamiyatining inaqliqini buzishga uringanligidir. Xitoy targ'iboti va Xitoy tashviqotining ikki tarafi. Navbatdagi Uyg'ur turmushining ikki tarafi. Navbatdagi Uyg'ur iddiviy xohishlarining yuzlanishi. Masalan, YouTube ekranida paydo bo'lgan milliard kulka sahnesi, çaqchaqlar, naqshi muzikalar, har xil qurilgan shirkatlar tantanasi, sayyoh shahrida tabriklash, muboraklash, naqshi muzika kechaligi, etot, zalda liq o'ltirgan tomoshabinlar. Bu artistlarimizning ro'yidagi bir xil jo'shqinlik. Yuqorqi filmlarni, kinolarni va oyunlarını oynayatkan artistlerimizden ro'yidagi bir xil jo'shqinlik. Uyg'ur yashayapti. Uyg'ur nafas elayotir. Uyg'ur arzu qilyapti degan bir yolqinlik uchurni siz bilan bizga yetkazib berdi. Bizning artistlarimizda, bizning muzikantlarimizda, bizning kino artistlarimizda hech qanday gunoh yo'q. Ular faqat odamdek yashashni istaydi. Hazır bu işlerin hemmisiga Xitoy hükümeti mecburlayapti. Artistlerimizde günahı yok. Xitoy hükümeti ularni tashviqotga zo'rlayapti. Xitoy Uyg'ur adabiyot san'atining sirli kuchidan foydalanyapti. Chet ellardagi siyosiy faoliyatchilar G'arb dunyosining jamoat fikriga san'atning kuchi orqali Xitoy ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Shundoq bo'lsa-mu, artistlerimizden talantıga kol koymay duralmaymiz. Ata arzusu kino filmi yoki televiziya teatrida her bir artistlarimiz o'ziga tegishlik rol elishni shundoq isil, shuncha badiiy yukseklik bilan o'ynab chiqdiki, jungoda san'atning, kinochilik san'atining yuksak pallasi degan bormi yo'q? Men buni bilmayman vatandoshim. Ammo Uyg'urning artistlari ata arzusi kinosi filmida san'atning yer shari, ya'ni dunyoviy yuksaklik pallasida turib o'zining kinoda berilgan rolini o'ynab chiqdi vatandoshlar. Men boshda dedim, Xitoy targ'iboti va tashviqotining ikki tarafi. Masalan, bu artistlarimiz ekranga chiqdi. Bu san'at adabiyot filmlarini siz bilan biz ko'rdik. Ularning kulkisi, ularning jo'shqinligi hozirgi vaziyatda yana jazo lageriga aylangan Uyg'ur jamiyatiga solishtirsangiz, masalan, Uyg'urlar nima kunda chet elda siz bilan biz nima deb yig'layapmiz? Mushundaq ahvolda solishtirsangiz, bu ortiqcha bo'ladi. Sizga ortiqcha tuyuladi. Lekin buni Xitoy zo'rlayapti. Ya'ni shuni ko'ring. Bu artistlardagi jo'shqinlik, bu artistlardagi o'yg'oqlik, bu shirkatchilardagi qudratli kuch, bu Uyg'urlardagi hayotiy kuch yana qayerdan kelyapti? Men boshdan dedim, Xitoy targ'iboti va tashviqotining ikki tarafi. Uning yana bir tarafi shuni bilib oling. Biz Amerikaga yetib kelgandan boshlab bo'layotgan kishilik huquq faoliyatlari Amerika Davlat Majlisi Tamlantos ishxonasining Amnesty International Tekumar Efendining rahbarligi va faoliyati orqali boshlangan Uyg'ur davosidan boshlab hozirgacha yoki tunugungacha degidek hozir Amerikadagi bu harakatlar, bu faoliyatlarning hammasiga Xitoy bir-birlab tashqi diplomatik bayonotchilari orqali va diplomatik siyosatlari orqali undaq tanqid yurgizayotganda yoki undaq javob yurgizayotganda mushularning hammasi Xitoyning Rimribo gazetida
Xalq gazetida yoki jurnallarda ham markaziy televiziya stansiyasida har qatim berilib turdi vatandaşa. Bu Şinjan gazeti ko'chirib bosadigan xabarlar. Eli gazeti ve Qashqar gazeti ko'chirib bosadigan xabarlar. Yaqindan beri hukumatning tashviqot o'rinlari Xitoy hukumatining bu ishlarga faol aralashib, ya'ni tashabbuskorlik bilan aralashib, Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ni haqorat qildi, tanqid qildi. Undan siz xabardor ko'rib turdingiz vatandaş. Mushu ishlarning hammasi Amerikadan ketayotgan bir signal, ya'ni Xitoy o'zi tarqatayotgan bir signal. Amerika Uyg'urning turmushiga, Uyg'urning kishilik huquqiga aralashdi degan mushu gap hozirgi vatanda zulm va eksploatatsiya, bostirish ve nazarband qilishdan iborat turmush muhitida yashayotgan har bir Uyg'urning ro'yiga turtkidir. Ro'yiga, milliy ro'yiga ko'ch qo'shadi. Milliy ro'yini jo'shqinlikqa ega qiladi. Milliy ro'yini, millatning ro'yini ko'taradi. Mushundaq vaqtda sahnaga chiqib o'ynayotgan artistlarimizdan didora qarasangiz, ularning ko'nglida, ularning tasavvurida sizga, bizga aytib berolmaydigan bir xushallik, bir jo'shqinlik bor desangiz bo'ladi vatandoshim. Mana bu tashviqot, targ'ibotning ikki tarafidir. Endi biz aytamizki, Uyg'urning ikki tarafini so'zlab qoldik. Shuning mushundaq ahvolda biz bu san'atkorlarimizga bizmi ikki qo'lliq muomala qilamiz vatandaşlarım. Hozirgi hisobda aytganda biz buni mushundaq shaklda g'arb dunyosidagi qiziquvchilarga, bu san'at programmalaridan zavqlanuvchilarga tafsili holda tushuntirishimiz va tushuntirishimiz kerak edi. Bizning buning kuchimiz yetmaydi vatandaşlar. Til qobiliyatimiz yo'q. Uning ustiga san'at muhiti, adabiyot san'at muhiti va makoni bilan makon o'xshashmaydi. Şuna bizden aldığımızda ve sizinle birlikte Uygur'un turmuşu köngül bölüvatkan chet ellik erbaplarga bunu tushundirolmaymiz. Ama hazır yaşman muşaya geldi, yani Xitoy bu Uygur edebiyat san'atidan, Uygur kino san'atidan foydalanib, tashviqot qilib, Uygur'un bugungi bizarlaşkan turmuşu ve sen Uygur'unu azaplayotgan turmuşni perdezlab ko'rsatib, Jungo Kompartiyasining rahbarligida bu millat mushundaq paravan, xushal-xuram sharoit yashayotdi degan tashviqotni tashqari dunyoga yurgizyapti. Ham shundaqla hozir bu YouTube sahnasida faoliyat qilayotgan Uyg'ur faoliyatchilar bilan birga Xitoy hukumati tashviqot sohasida elishyapti. Yuqorida dedik, Brüsselda Markaziy xalq televiziya stansiyasidan hatta Xinhuaxining ishxonasi, vakolatxonasi qurildi deydi. Bu kurash endi vatandoshim siz uchun, biz uchun aytganda bu ideologiyalik kurash jiddiy bir davrga kirib keldi vatandoshim.